Nima bo'lib ketyapti mana? Nima bo'lib ketyapti? Ushinglar kerak emas-ku. Carwell Racing har doim bizga burchak qiladi. Nexia proyekti boshlangan, ko'ryapsizlar. Endi keling. Do'stlar, Nexia'mizni shumizasiz qilishgan va o'zini заводской mana kleylar olib ketadi. Bitum, germetik va kley aston. Bizda Carwell Racingning udalisi tonirovka bor. Tekshirib ko'ramiz. Carwell yordam beradi, yordam bermaydi. Sepaman. Sepaman. Va обязательно герметик отсечем. Va 30-40 sekund kutamiz aka, olib tashlaymiz. Idak 40 sekunddan ko'proq vaqt o'tdi, tekshiramiz. Bu yerga sepuvdik. Oddiy delfinlarni olamiz. Voy. Nima bo'lib ketyapti mana? Nima bo'lib ketyapti? Ushinglar kerak emas-ku, ha? Iye. Carwell Racing nimalar qilshyapti? Qaranglar. Bitum sepuvdik, bu yerga bitum ishlatamiz. Voy. Germetikni olib tashladi-ya. Qarang. Germetikni olib tashlayapti. Qarang. Voy, biz restavratsiyamiz haqiqatda oson bo'lar ekan-ku. Qarang. Voy, Carwell. Nima sansan? Endi sepib qo'yamiz, shu polni olib tashlash uchun. Aytgancha, men yerga ham sepuvdim. Qaranglar. Voy. Carwell, nimalar qilib tashlayapsan? Ushinglar kerak bo'lmayapti. Mana nefsi chiqib ketyapti. U turib qolgan. Qarang. 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 Carwell Racing. Men endi sizlarda официальник ambasadorim bo'lmasam bo'lmaydi shekilli. Nima esa bittagina удалитель тонировочной пленки shuncha vazifani ishlayapti. Kleyni olib tashlaymiz, ko'rsatamiz. Samad aka, nimada tozalayapsiz? Carwell Racingdami? Qalay ekan? Tavsiya etasizmi? Tavsiya qilamiz. Ketkizibdi. Kleylarda? Eski holati mana bu уже kley tozalangan joyi. Voy. Carwell Racing ajoyib narsa sanda. Carwell, meni ambasador qilmasanglar bo'lmaydi shekilli.